Assalamualaikum Uyghur Haftaligi programmaları. Assalamualaikum Uyghur Haftaligi program ko'ruvchilar. Programmamizga xush keldinglar. Men bu to'xtatib siz xush keldingiz. Rahmat, sen hoş geldin. Rahmat. Programmamizni başlashdan burun bir ta'kidlaydigan gaplarimiz bormi? Her daim dep gelgenimizdek ergishi bo'lishinglarni, inkas yetishinglarni, yoqtirishinglarni umid qilamiz. Bundan boshqa ta'kidlaydigan bir nuqta, mushu oyninki 5'te G'o'lja qatnaminiki yil kuni bu munosabat bilan dunyoninki nurg'un joylarida Uyg'ur tashkilotlar, Uyg'ur faoliyatchilar har xil faoliyatlarni tashkillashi va o'rinlashtirishi mumkin. Shunga xalqimizni mush xildagi faoliyatlarga aktiv qatnashishga safarbar qilamiz. Shunday xotirlash faoliyatlari bizga vatanparvarlikni his qildiradi, avlodlarimizga vatanning qadrini his qildiradi, tarixni unuttirmaydi. Bu bizningki milliy mavjudligimizni saqlash uchun, milliy ro'yimizni uyg'otish uchun yaxshi fursatlar hisoblanadi. Shunga mush xil faoliyatlarga aktiv qatnashishinglarni so'raymiz. Bu haftalik programmamizda hamda savollar biroz oz, ammo jonliq demdik. Hamda nimadan keyin Amerikaning saylamidan keyin Amerika Donald Trump yani nurg'unlik yani ba'zida aqlimiz yetmaydigan bir oldingi qitim bo'lganda shunday bo'lgan. Bu qitimmi har xil bir narsalarni davatida hamda bu qitim yangi bir savdo urushi o'ttirib chiqib qoldi. Masalan, Kanada bilan Meksikaga andikandan import mallarga 125 boj qo'ydiganligini, andikan Xitoyga %10 boj qo'ydiganligini ta'kidlab o'tdi. Hamda biz buni qanday tushunamiz? Ayni vaqtda o'tgan yilda masalan Kanadani biz qo'shib olamiz degan bo'ldi masalan. Trumpni haqiqatan tushungil bo'lmaydigan, taxmin qilinmaydigan birisi deb qaraladi. Shunga bir o'zingizning ko'z qarashini bir deb boqamiz. Trump'daki nurg'un siyasetlerini yoki nurg'un ishlarini oldin faraz qilib bo'lmasimi, lekin bu xil tamojni beji qo'yishni faraz qilib bo'ladi. Chunki Trump saylam mezgilida bo'lsin yoki saylamdan burun bo'lsin izchil Amerika'nınki menfaatini, boyligini Xitoy yoki Kanada, Yevropa bu davlatlar o'g'irlab ketdi. Biz foydalanmayapmiz tijoratda. Ular foydalanyapti. Bizniki mallarni kelib sotadi, biz ularga sotolmaymiz, savdo raqamimiz ig'ir deb qaqshab kelgan hamda. To'g'ri. Shunga Trump'ninki bu xil savdo urushini qo'zg'aydiganligi oldin faraz qilishga bo'ladigan bir hodisa edi. Ammo buni ko'proq Amerikaninki raqibi bo'lgan Xitoy yoki dushman deb qaralgan Xitoy, Rossiya deganga o'xshash davlatlarga qartidi deb o'ylagan. Ammo bu qatim asosliq teg'uvchini o'zininki eng yaqin qo'shnisi Meksika bilan Kanadaga qaratdi. Kanadadan va Meksikadan kirgan import mallarga %25% tamojni beji aldıqanlıqını ilan qildi. Mushayning 4'te bu yo'l qo'yilganligini aytdi. Hamda buningdagi asosiy sabab hamda ikki davlat yoki bu uch davlat o'rtasidagi savdoda Amerikaninki hamda qizil raqami yuqori ekan. Meksika Amerikaga ko'p narsa sotadi ekan. Kanada Amerikaga ko'p narsa sotadi ekan. Dehqonchilik, undan boshqa neft, kon mahsulotlari deganga o'xshash. Bu davlatlarni azroq narsa oldi ekan. Undaq bo'lgandan keyin Amerika buningga yillardan buyon hamda erkin savdo kelishimi bo'yicha muomala qilib kelganda, chunki Amerika, Meksika va Kanada bu uch davlat amaliyotda dunyo tarixidagi erkin savdoningki boshlamchilari bular, o'rniki. NAFTA deb atiladigan bu erkin savdo kelishimini tunji bo'lib yo'l qo'yib, dunyoda shunday erkin savdo, tijorat qilishda tamojni bejalmaydigan, tamoj rasmiyatlarini nayit osonlashtirgan, hatto nolga tushirgan darajada
Muşundaq bir ixtiyari mallarni kirib açıqıp satıdığan muşundaq bir erkin bazanın qurğuchilari bo'la tunji olubchu. Doğru. Bu jarayonda savdo shu shaklda taraqqiy qilgan, ya'ni Amerikaniki qizil raqami oshgan bu savdo jarayonida. Amerika o'zining rahbarlik o'rni va o'zining yetakchilik o'rnini saqlash va bu jihatda ularga nüfuzunu o'tkazish jihatlardan, ya'ni siyosiy manfaat uchun iqtisodiy ba'zi manfaatlardan kechib kelgan. Bu Amerikaniki loqul Kanada yoki Meksikaga qaratgan siyosat emas. Masalan, O'rta Sharqda mayli Falastinliklarga yordam berish bo'lsin, undan boshqa Sharq Osiyoda Afrikada her qaysi davlatlarga yoki guruhlarga yordam berish jihatda olsun. Bu yerdan iqtisodiy manfaat o'ylamaydi Amerika. Asosli bu yerda shu yer sharqi rahbarlik qilishdan iborat huquqidan kelgan bir majburiyat bor. Chunki qanday bir huquq o'ziniki barobarida bir majburiyat kelib keladi. Hech qanday yerda huquq majburiyatsiz huquq olmaydi. Doğru. Şuna Amerika dunyoga yetakchilik qilma desa, dunyoning masalalaridan iborat bir mas'uliyatni, majburiyatni ustiga olish kerak edi. Şuna buni ustiga olib kelgan. Endi Trump bu masalani nuqul savdoga markazlashtirdi, savdo doirasiga kichiklatdi, chambarakni shu doiraga kichiklatdi. Shuni bilan bu yerdagi foyda ziyon munosabati uning ko'ziga nihoyatda cho'ng ko'rindida. Shunga asosliqi Amerikaniki savdo sheriki va o'ziniki an'anaviy shu NAFTA Shimoliy Amerika erkin savdo rayonidagi ittifoqdoshlaridan bo'lgan Kanada bilan Meksikaga tamojna belgi qo'ydi. %25%lik tamojna belgi qo'ydi. Bu yerdagi asosliq hamda Trumpniki ko'rsatgan bahonasi biri bu davlatlarniki ko'chmanlarning Amerikaga kirishiga bo'lgan cheklimini bo'sh qo'yayotganligi, ching tutmay, ko'chmanlarni yaxshi bir taraf qilmay, Amerikaga qonunsiz ko'chmanlarning kirishiga yo'l ochganligi. Buningdan bu davlatlarni men qistayman, chegarani ching saqlashga qistayman degan bir iddaoni o'ttirib qo'ydi. Yana biri shu zaharlik buyumlarningki, hatto Xitoydan kelgan zaharlik buyumlarningki bu davlatlar orqali Amerikaga kirishi. Shu narsalarningki avjab ketganligi, ya'ni zahar atkazchilikninki avjab ketganligi, buningdimi bu davlatlarning mas'uliyati borligini ta'kidlab, shu masalalarni hal qilmasa men bularga tamojna belgi qo'yma deb qo'ydi. Ammo bu davlatlar Trumpningki bu asosini yoki bu bahonasini qabul qildimi, qabul qilmadi. Mayli Kanadaningki bosh ministri Justin Trudeau bo'lsin, mayli Meksikaning prezidenti bo'lsin, bular hammasi Amerikaga qarta qaytarma zarba berdiganligini e'lon qildi. Kanada rasmiy yo'l e'lon qildi buni. O'xshash darajada 25% tamojna belgi qo'ydiganligini jakoladi va o'zining xalqini Kanadaningki shirkatlar ishlab chiqargan milliy yerlik markadagi mallarni ishlatishga Amerikadan sotib olmaslikka chaqirdi. Yana Kanada qaytarma hujumga o'tdi, Meksikani qaytarma hujumga o'tadiganligini bildirdi. Demak, Trumpningki bu bahonasi ishlamadi. Menimcha bu asosiy sabab emas. Ya'ni bu ko'chmanlar masalasida chegarani qo'yib o'tish yoki zaryadkashchilik degandek masalalar. Bu yerdagi asosiy masala savdo qizil raqamidagi tampongsizlik. Ya'ni Trump savdogar bo'lganlik uchun nima deb biz ulardan jiq mol sotib olamiz, ular bizni oz mol sotib oldi. Undaq bo'lgandan keyin bu yerda biz ziyon tortamiz. Shunga men bu ziyonni tamojna belgi olish orqali tanishayman va bu yerdan kelgan kirimni Amerika xalqiga ishiltiraman demoqchi. Mantiqi bo'ldi bu yerdagi. Endi bu yerda yana tug'ilgan yana bir savol masalan. Endi hozir bundaq qilishi Amerikaga qanchalik zarba berib kelalaydi, endi ziyonliq deb qaralyapti. Bu qanchalik zarba berib kelalaydi. Uning keyin bundaq qilishi, uning keyin buni bu qo'shnilarni Xitoy tarafga itib qo'yamdi. Endi Trump buni Amerikaning manfaati uchun qilyapti. Amerikaga foyda keladi deb qaraydi. Chunki u va uning atrofidagilarning mantiqsi
biz dunyoga pulni bek chechivatdik, dunyoga rahbarlik qilma deb ya tuzuk qilamadik, ipimizni ya o'tkazamadik, mayli BDT'da yoki xalqaro sayyoh tashkilotida yoki dunyoning xohlagan yerida biz burunqidek hurmatga, e'tiborga erishmayotimiz. Iroqqa askar chiqardik, Iroqda hech qanday natijaga erishamadik. Afg'onistonga askar chiqarib 20 yil urushdik, oxirida yana yenib chiqdik. Buning nimaga foydasi bo'ldi? Shuncha mablag'ni solib, shuncha pullarni xarjlab, boshqalarga yo'l qo'yib, biz buningdan jiq natijaga erishamadik. Biz Yevropani qo'g'daymiz deb NATOga eng jiq mablag' chiqaramiz. Amaliyotda eng qo'g'dinishga muhtoj bo'lgan Yevropa davlatlari o'zi jiq pul chiqarmaydi. Nima ular jiq pul chiqarmaydi? Bizning qo'g'dinishga ehtiyojimiz yo'q. O'zimizni qo'g'day olamiz. Ularning qo'g'dashga ehtiyoji bor. Unda qo'ygandan keyin ular ko'p pul chiqarish kerakda, ammo chiqarmadi. Lekin biz ularga rahbarlik qilma deb gapimizni tuzuk anlatolmaymiz. Aksicha Yevropaning xalqlari bayashat yashaydi, turmushi farovon, maoshi yuqori, sayya, saqliq saqlash, o'qish hamma narsa yaxshi. Amerikada bo'lsa o'zimizning xalqi yaxshi kun kechirolmayotdi, davolanish sug'urtamizning tayini yo'q, Yevropachilik. Davolanish xarajatidan ziyoda yuqori, ishsizlik nisbati yuqori. Bizniki kapitalistlar, korxonchilar malni olib azonkan deb Xitoyda ishlaydi, Vyetnamda ishlaydi, akilib Amerikaga sotadi. Shuning bilan foydani chet ellik oladi yoki kapitalistlar oladi. Xalqimiz bu jihatda foydalanmaydi. Men bu masalani hal qilaman demoqchiman, Trumpchi. Bu chet elliklarga bularga bergan mablag'larni, ular bergan e'tiborlarning hammani akilib men Amerika xalqining o'ziga beraman demoqchi. Bu endi Trumpni bu qatim Amerikada saylamda g'alaba qilg'izgan mantiqimi mushu. Chunki Amerika xalqi qaraydigan bo'lsang, Bollywoodning danglik cho'lponlari, naqshchilarga qaramay, kasbiy siyosiy yo'llarninki Trumpni zangli qilishlariga qaramay, oxirida yana Trumpni sayladi. Nimishqa? Chunki Trump qartalliklarni keyniga ola oladi, yerlik amerikaliklarni keyniga ola oladi, asos qatlamdagi dehqonlarni, ishchilarni orqasiga ola oldi. Ya'ni oxirgi hisobda insonlarning qusug'i to'ymasa, ya'ni chiqib butun bo'lmasa, naqsha, kino, san'at degan narsalarni xo'shaqmaydiganligining bir isboti endi. Bo'lmasa, Amerikaning danglik cho'lponlari, tadqiqotchilari, olimlari asosan hammasi liberal medialardan tortib hammasi nimaning keyinda tug'an? Kamala Harris'ninki, ya'ni demokratlarning keyinda tug'an. Ammo oxirgi hisobda yana Trump o'tib chiqdi. Chunki Trump kishilarninki asosiy ehtiyojiga, ya'ni yuragiga tegish qila oladi. Ko'ngillikini topa oldi degan gap. Hamda bu nuqtani elib aytganda hamda Trumpninki qilayotgani Amerikaninki ichki manfaat uchun foydali qisqa muddatlik savdo siyosatlari yoki boshqa jihatlardan. Ya'ni Trump taraf shunday o'ylaydi hamda masalan-chi. Ammo dunyoviy strategiya nuqtasini aytgan vaqtda hamda ko'plagan tadqiqotchilar da'vatgandek, samma eskartib o'tgandek, Amerikaning yer sharidagi nufuzi ojizlaydi. Bu ham ojizliganlikning bir ifodasi asli. Hukmron kuchlar yoki imperator kuchlar ojizlagan vaqtda shunday har xil kuch ishlatishga, ya'ni keraksiz kuch ishlatishga majbur bo'ladi. Yoki yaqin yo'riqlar bilan tepishishga boshlaydi. Chunki foyda chiqmagan chog'da sheriklarni ko'zga chiroyli ko'rinmaydi emasmi? To'g'ri. Bu endi raqib kuchlarga texmo fursat olib keladi. Shunga Amerikaninki o'zininki yaqinlari bilan bu xil mushtlashishi, etishishi oxirida Amerikaninki raqiblarini, dushmanlarini fursat bilan ta'minlaydi. Chunki bir taraf munosabatni buzsa, yana bir taraf bilan munosabatni yaxshilaydigan gap hamda. Chunki xalqaro sahnada yolg'iz putirab turish tez. Cho'qim yeningga hamroh do'st deb tortishing kerak. Hamda biri sen bilan munosabatni yaxshi qilmayman desa, uningga yolvorishninki o'rni yo'q. Shunga yana birining yoniga qaydigan ahvol kelib chiqadi. Shunga Amerikaninki xalqarodagi nufuzi ta'sirini balkim Trump bu xil radikal siyosatlar bilan texmo nacharlashtirib o'tishi mumkin. Ammo Amerika iqtisodini va davlat kuchini yaxshi ko'tara olsa, yana uzoq muddatda bu
pul bo'lsa, kuch bo'lsa, yana inovat shakllanadi emasmi? Yana tiklanadi. Shunga yana yaxshilay olishi mumkin, ammo bunga bir narsa deyamaymiz. Amerikaning tarixida Amerikani qayta qudratli qilaman degan nuqul Trump emas. Burungi prezidentlarning ichidami Amerika chekinib ketdi, buni qayta kuchlantiramiz deb o'tirib chiqqanlar bo'lgan. Shunga hamda Trumpmi Amerikani qaytadan qudratli qila olamdi, buni ko'ramiz, ammo navbatdagi dunyoning yo'nalishidan qaraganda Amerika ojizlayotdi, uni Trumpdek bir prezidentniki chiqib radikal siyosatlarni qo'llanishi bilan keyniga burib olishi tez. Boshqa qo'shib qo'yadigan narsangiz bormi, bo'lmasa keyingi savol qo'ysak vaqt. Bu mavzuda qo'shadigan narsa shu, Amerika bu qatimgi tamojni bejiga qo'yish, Qatar nuqul Kanadaga, Meksikaga qo'ymadi, Xitoyga qo'ydi. Xitoyga burun Trump hukumati qo'ygan, keyin Bayden amaldan qoldirib, yana o'zi qayta qo'ygan tamojni bojlari bor bu chaqqicha. Endi buningga qo'shimcha qilib yana 10% boj qo'ydi Trump bu qatim. Xitoy bununla qarta bu Dünya Sağlık Teşkilatı'nınki qayda nizamlarına xilof biz bununla qaytarımız zarur birimiz da'vatida, ammo konkret harakatga o'tmadi. Yana Kanadaga 25 deb ham tushmadi hamda-chu. Shunga Xitoy bununla qanday inkas qaytardi, buni kuzatamiz. Xitoymi oldin qatim Trump mezgilida Xitoy Amerikanın mallarga boj qo'ygan, ba'zi mallarga Amerika Xitoyning mallarga boj qo'ygan. Trump oxirida bekrak ta'kidlagan nimasi, Amerikadan ko'proq mal sotib olsa deb Xitoyga besim qilgan. Xitoymi bunga qo'shilib Amerikadan purchoq, bug'doy, qo'noq degandek ba'zi Amerika dehqonlarininki mahsulotlarini ko'proq sotib olgan. Ya'ni bu shaklda hal qilgan. Shunga bu qatimmi Trump Xi Jinping bilan ko'rishmadi. Agar ko'rishsa, yana shu jihatdagi shartlarni qo'yishi mumkin. Xitoyga nisbatan butunji bir ogohlantirish. Xitoymi Amerikaning siyosatiga qarab siyosat qo'llandi. Shunga yana uzunroq muddatni aytgan vaqtda bu qatimqi savdo-urushi yana Xitoy bilan Amerika o'rtasida texmi keskin ko'rilishi mumkin. Ammo navbatda dastlabki qadam hamda Amerikadan ittifoqdosh bo'lgan Meksika bilan Kanada o'rtasida shiddatli boshlandi. Emse bununla bir keyingi savol o'tib ketsak. Hamda yanlama o'tirishariq yeni kelimiz. Suriya va Iroqqa yana yangi taraqqiyotlar. Masalan, nima hozir Suriyaning o'tkinchi hukumati nima qilib, hozir rasmiy nima ismi? Ahmed Shara prezident oldu. Aninkeyin ular mushu nimada Saudiya Arabistonini ziyorat qilgan bo'ldi. Aninkeyin bu Saudiya Arabistonni ziyorat qilgandan keyin yaqinda Turkiyani ziyorat qilgan bo'ladi. Evet. Bu mesela Saudiya Arabiston bu ziyorat qilishi nimalarni bildirdi mesela? Nimalarni deyishtildi? Endi oldi bilan o'tgan chorshanba oldi bilan nima Ahmed Sharoniki, ya'ni Jolaniniki Suriya prezidenti bo'lganligidan boshlasak gapni. O'tgan chorshanba Suriyada shu Asad hokimiyatining Aqdo'g'on HTŞ boshchiligidagi qurolli guruhlarning generallari, boshliqlari hammasi bir yerga to'planib, bularningki bosh qo'mondoni Ahmed Shara yoki burun qism bo'yicha Jolanini Suriyaniki o'tkinchi prezident qilib tayinladi. Shuni bilan bu tashkilotlar hammasi davlat bilan birgavdalashib, o'zininki burunqi tashkilotlarini hammani taqib etganligini jakoladi. Bu qatorda bizningki shu Sharq Turkiston Islom partiyasi yoki Turkiston Islom partiyasi degan tashkilotimizmi o'zining taqilganligini jakoladi. Ya'ni o'zi shaxsan jakoldimi ko'rmadim, ammo shu taqib o'tilgan 18 tashkilotning ichida bularmi bor. Chunki bir oyning oldidan bular Damashqqa yig'ilib,
Bizdeki Devlet Müdafiye Ministerligiga katıldıganlıkını ve Devlet Müdafiye Ministerligi kurulup Suriye armiyası tesis kılıngandan keyin bu gruplarning hammasi armiyaga qatnashib bizni taxt o'tadiganligini e'lon qilgan. Bu jihatda birlik kelgan. Biz buni oldingi sonlarda so'zlagan. Doğru. Shuna hamda bularni taqilib ketganligini jakalagan bo'ldi. Her bir tashkilotning ayrim-ayrim e'lon qilgan to'r betiga yoki sahifasiga qaramadim, lekin 18 tashkilot o'zini taqilib etganligini e'lon qildi. Bularning ichida Turkiston Islom partiyasi bor. Hatta Wikipedia'da Turkiston Islom partiyasi deb izlasa, hozir qurilgan vaqti 2000 necha desa, taqilib ketgan vaqti 2025-yili 1-oyning 28-kuni deb chiqadi. Yani Wikipedia'ga kirib bo'ldi uni taqilib ketgani. Endi bu to'g'rida sal turib oxirida to'xtalman. Ama Ahmet Aşşarani'ninki prezident bo'lganligini kelsak, shu chorshanba kuni prezident bo'lib tayinlandi. Buni hamda aslida Suriyada bir o'tkinchi hukumatning raisining tayinlanishi uchun 3 oy ichida bir mamlakatlik qurultoy yoki bir yig'in chaqirilib, har qaysi guruhlar bir yerga jam bo'lib muzokara qilish orqali undan keyin yangi bir hukumatni tayinlash bir plani botdi. Bular dastlab shu gapni degan. Ammo tuyuqsiz chorshanba kuni bular jam bo'lib, asosiy jihatdan boshqa o'qituvchi guruhlarni yoki xalq vakillari bu qatnashmagan asosda yetganki va uning atrofidagi qo'mondonlar, asosiy harbiy qo'mondonlar birga kelib Ahmet Şarani Suriyaning o'tkinchi prezidenti qilib tayinladi va aslidagi 3 oylik o'tkinchi muddatni 6 oyga uzartdi. Ya'ni 3 oy uzartdi. Bu hamda Suriyaning ichki qismidagi cho'ng bir taraqqiyot siyosiy jihatdagi cho'ng bir ilgirlash. Ondan keyin bu vazifaga tayinlangandan keyin tunji bo'lib chet el ziyoratini boshladi va chet el ziyaratining tunji bekiti Saudiya Arabiston bo'ldi. Doğru. Endi nima uchun Saudiya Arabiston bo'ldi desang, Saudiya Arabistonga Suriyaning tashqi ishlar ministrimi tunji bo'lib shu yerni ziyorat qilgan. Men bundan 2 haftalar burun bizningki yaqin yo'riq bolalar bilan o'ltirib planlashgan vaqtda Suriyaning yangi hukumatining tashqi ishlar ministri tunji bo'lib Saudiyani ziyorat qildi desam, hayron qolgandim. Yo'q, Turkiyani ziyorat qildi deb. Chunki Turkiya xuddi Suriyani fath qilgandek, Suriya hukumati xuddi Turkiyaningki bir qo'lliq yetishtirgan bolasidek o'ylab qolgan nurg'un kishilar bor milliyaticha. Doğru. Chunki Turkiya mediasi shunday tashviq qilib, buni Akpartining to'pisi qilib ko'rsatish uchun kishilar shunday tuyg'u keltirib qo'ygan. Ammo Suriya bir arab davlati. O Türk emas. Buning uchun o Arablarninki qo'yniga qaytidi. Ham qaytish kerak. Chunki Arablar uni qo'yniga olmasa, u yetim qoladi. Shunga gerçi Turkiya uni qo'llab qilgan bo'lsa-mu, ammo yanalam uningki oldi bilan men Turkiyaninki odami emas, men yanalam sizlarninki bir a'zoyinglar deyish uchun tunji bo'lib Saudiya Arabistonni ziyorat qilishi nihoyatda mantiqli. Hem siyosiy jihatdan, hem iqtisodiy jihatdan. Siyosiy jihatdan bilsak, Saudiya Arabiston mayli Arab elleri ittifoqida bo'lsin yoki mayli islom hamkorlik tashkilotida bo'lsin, yadroliq davlat, islom dinining markazi hisoblanadi. Shunga Saudiya Arabistonning e'tirof qilishiga erishish nihoyatda muhim. Bu bir. Ikkinchi, Saudiya Arabiston İran'daki rayondaki raqibi. Bu yeni hükümet olsa İran'ın ittifaqdoshi olan Esadni ag'dirib o'rniga chiqdi. Shuning uchun endi bu Saudiya Arabistonning yordamini elish kerak İran'a qarshi. Hem bu yerda geopolitikalik ehtiyoj bor. Üçüncüden qilib aytganda Saudiya Arabistonning GDP'si O'rta Sharqdagi har qanday davlatdan ustun. Masalan, Turkiyaning GDP'si 1,5 milyard atrofida. Yo'q, 1 trilyon 300 milyard atrofida. 1,5 trilyon atrofida. Ama Saudiyaning 2 trilyondan oshadi. Ya'ni O'rta Sharqda Saudiyadan boshqa yillik ishlab chiqarish umumiy qiymati 2 trilyon Amerika dollaridan oshadigan bir davlat. Yani iqtisodiy jihatdan aytganda rayonning eng novchisi Saudiya Arabiston. Shunga
yeni quruluş aldıda tuğan veyran bo'lgan Suriya uchun yenilam chekildigan tunji ishikninki savni ishki bo'lishi o iqtisodiy jihatdan nihoyatda mantiqli. Shunga Suriyaninki yeni tashqi ishlar ministrimi tunji bo'lib Saudiya Arabistonga borgan, orqadan Suriyaga kelgan. Bu qatimmi Ahmed Shera Suriyaning prezidenti bo'lgandan keyin tunji bo'lib Saudiya Arabistonga bordi. Endi erta Istanbulga kelmoqchi. Buni menimcha Turkiya tushunadi bu nuqtani, chunki Turkiya iqtisodiy jihatdan butun Suriyani yo'lab bo'lolmaydi. To'g'ri. Ham Suriyani arablarning e'tirof qilishiga erishtirish uchun bo'lsa-mu, Turkiyaninki biz keyningda ammo bek oldiga chiqib olmasakmi bo'ldi deyishi mantiqli menimcha. Chunki Suriyani qayta qurish, Suriya yangi hukumatini qo'llashga erishtirish uchun buni oldin arablarga qabul qildirish kerak-da. Arablar qabul qilmasa kim qabul qiladi uni? To'g'ri. O konu hukumatni Iran qo'llaydi. Shunga arablar uni chetga qoqqan. Sen Ironga nimasi edi? Ammo endi yengisi Ironga qarshi o'tirg'i chiqqandan keyin shunga bu Saudiyaninki, Misrninki, eng muhimi yillardan buyon qo'llab kelgan Qatar bu davlatlarninki qo'llashiga erishishi, bu davlatlarninki sepiga o'zini bakrak etishi nihoyatda mantiqli, normal. Hamda bu Suriyadagi siyosiy jihatga ilgirlash. Hamda Suriyaning umumiy vaziyatiga kelsak, Suriyada yenilam oldin qatimliq programmada biz so'zlab o'tgan amaliy vaziyatda o'zgarish yo'q. Ya'ni bu yuqoridagi siyosiy o'zgarish faqat HTŞ'ninki, ya'ni Suriyaning yangi hukmronlarininki ichki qismidagi o'zgarishlardir bu. Ammo tashqi jihatdan Suriyaninki umumiy o'zgarish yo'q. Isroiliya o'zininki Golan egizligidagi Besoga yerlerini davomli mustahkamlayotdi. Amerikaning qo'llashidagi Suriya demokratik kuchlari Kurdlar o'zining mavjudligini saqlab davomli turyotdi. Bu ishlarning hammasi oldin qatimliq programmada o'tgandek bu Amerikaning pozitsiyasiga bog'liq. Trump taqa bu Suriyada askar turg'izmaslik masalasida keskin bir qaror chiqarmadi. Shunga hamda bu shuning og'ziga qarab ilgirlaydi. Suriyada yana bir ichki urush chiqamdi yoki Suriyada yana bir dialog asosida hozir dialoglar bo'lyapti. Yana bir ittifoq hukumat borliq kelamdi. Buni vaqt ko'rsatdi. To'g'ri. Endi ammo dinamiklar o'zgardi. Burunqi hukumat Iranning qo'llashiga erishgan bo'lsa, hozirgi hukumat Saudiyaning qo'llashiga erishyapti. Undaq bo'lgandan keyin hozirgi hukumatga qarshi bo'lgan o'qituvchi Kurd qurolliqlari endi Iranning qo'llashiga erishishga qarab ketyapti. Chunki burunqi Asad hukumati ma'lum ma'noda Ironningki biqindi so'g'achqa buni Iran qo'llaydi. Endi bu yangi hukumat Irandan tamamen yüz öğrede İran'a qarshi chiqdi. Endi bularning raqibi bo'lgan Kurdlarni, ya'ni Suriyadagi Kurdlarni Iran qo'llashga boshlashi mumkin. Bu vaqtga xabarlar chiqyapti. Bu vaqtda Iroqdagi Kurd rayonidagi siyosiy kuchlar bilan hamkorlash orqali Iran Suriyadagi SDG o'qituvchi kuchlarni qo'llashga o'tdi degan xabarlar chiqyapti. Amaliyotda bu geopolitik nuqtadan o'ylaganda to'g'ri. Chunki dushmaning do'sting dushmanga aylanganda, endi uning dushmani sening do'stingga aylandi. To'g'ri. Uning ustiga Kurdlar Turkiyaninki dushmani. Suriyada Asad hokimiyatining ag'darilishida Turkiyaninki bir qo'lliq rol o'ynaganligi, hatto Turkiyaninki Ostona kelishimiga astirdan xiloflik qilib, Suriyada o'qituvchilarninki shu hokimiyatni elishiga yordamlashganligini Iran imo qilib bir qancha qatim o'tirib qo'yib bo'ldi. Iranning diniy doirasida bizga qo'shnimiz xiyonat qildi dedi Xameneiy. Demak, Turkiyadagi Suriyadagi faoliyatlardan Iran rohatsiz. Bundaq ahvolda hamda Iran o'zininki Iroqdagi nufuzidan foydalanib bu shaklda mudohala qilishini
tasavvur qilib bo'ladi. Bu tasavvurdan yiroq bir narsa emas. Ondan keyin Amerikaning askar chekindirishini to'sadigan yana bir omil Isroiliya. Chunki Isroiliya Suriyaniki yeni hükümranlarını, yani HTŞ başçılıkındaki yeni hükümetini üzgün nispeten tehdit, xatarlik deb o'ylaydi. Yani harbiy jihatdan tehdit shakllantirolmaydigan holga keltiryapti. Harbiy aslahalarni bombardiman qilib, portlatib, uni biz oldin qatim programlarda so'zlagan. To'g'ri. Ammo ularning ideologiyasi hammasi o'xshash. Yani Ahmet Şaran'ınki aslı ideologiyasınınki Yahya'nın bir farkı yok. Şunun için bulanın kuluğu küçük ölse yine bizge karşı dep oylaydı. Bundak ahvalda Suriye'deki Kürt kurallıklarını bulağa yem kılıp ötüşünü İsrail'e kalmaydı. Ama İsrail'e bir vasıta Kürtler rayonuna asker çıkıp bulanın kovduğu alandı. Bence natayın çünkü Türkiye'den tutuşup kılıştan ensireydi. Ondaqda qandaq qiladi? Amerikaga diplomatik xizmat ishlaydi. Ya'ni Amerikaga sen bu yerdan askarlarni olib chiqib ketma. Hech bo'lmaganda bir necha yil turib tursin, Suriyadan yangi hukumatining qandaq bir yo'l oldiganligini biz bilib bo'lguncha bu turib tursin deydi. Hozir Kürtlarning bu Isroiliyaga ishlayotgan xizmati shu. Sizlar Amerikaga xizmat ishlab bizni qo'llashga ko'ndiringlar. Askar chiqib ketmaslikka, askarlarni olib chiqib ketmaslikka, balki texmi bek qo'llashga ko'ndiringlar deyapti. Bu jihatda Isroiliyami ma'qul deyapti. Amerikaga xizmat ishlayapti. Ya'ni bu shaklda bo'lganda agar Isroiliyaning yadrolik manfaatiga munosabatlik deb qaralib qolsa, Isroiliyaning Suriyadagi mavjudligi, u chog'da menimcha Amerika askar chiqindirmaydi. Trump'ningki saylan mezgilida degan gaplari yoki askar chiqindirish haqidagi so'zlari mencha yana oldin qatimqiga o'xshash Başburcaylik binodan qaytib keladi. Oldin qatimmi Suriyadan askar chiqindirma deb Erdo'g'an bilan kelishgandan keyin, ammo Amerikaning davlat mudofaa ministrligi, ya'ni Başburcaylik bino Trump'ga tafsiliy ahvolni tushuntirib, unda qilsak bo'lmaydi deb qoyil qilgan buni, ya'ni qaytug'an. Bunu şu vaqtda medialarda ko'p anglagan, hatto Turkiyadagi tashqi ishlar ministri Hakan Fidan mu da'vatdi buni. Trump biz bilan yarashmoqchi edi, ammo boshqa kuchlar qo'ymadi debchi. Demak, bu shaklda ilgarilasa Suriyada yana hali uzungacha cho'ng kuchlarning kirishi davomlashadi. Endi bu narsalar turib tursin, o'tirishlar demisimi bir patkak bu ya cenginden tügümeydiği ya. Suriye'de hazır HTŞ'ninki kontrollükü de bulmagan SDG'den başka, yani Suriye Demokratik Güçlerden başka, yani Türkiye'nin kollaşıdaki SMO, Suriye Milli Armisi var, ondan başka Derozi'yle kurallangan ulak kuralını taşıdı ve nemeki katılmadı Milli Müdafiye Ministerliği'ne. Bundaki ahvalda bu yerde tekrar nurgun musafirler babası çıktı kişilik. Hem de bizge nispeten munosabatlik bo'lgan qismi Suriyada çarşamba günü har qaysi guruhlar jam bo'lib Ahmet Ash-Sharani prezident qilib saylash bilan bir vaqtda Suriya inqilobiga rahbarlik qilgan va Asad hokimiyatini og'dirib tashlagan HTŞ bilan birga, ya'ni HTŞ boshda 18 tashkilot o'zininki emelden qolganligini e'lon qildi. Ya'ni bundan keyin bular davlatning apparatlariga kirib ketdi. Ularning boshliqlari, askarlari davlatning askari yoki u yerga vali hokim bo'lishi mumkin hamda-chi. To'g'ri. Shu shaklda kirib ketdi. Bular buni e'lon qildi. Endi buning ichida Turkiston Islom partiyasi bor. Demak, endi Afg'onistonda Taliban yiqilgandan keyin o'zininki tashkiliy kimligini yushirishga majbur bo'lib, hozirgacha jimib ketgan Turkiston Islom partiyasining markazi jimib ketgan bo'lsa, endi Suriyada HTŞ hokimiyatini olib 2 oydan keyin hamda Turkiston Islom partiyasi tashkiliy holatda qoldi degan gap. Mavjudligini yo'qotdi degan gap. Biz buni oldingi programmalardan açıkçası o'tirib qo'ydik hozirgacha. Çünkü yeni hükümet hakimiyetini algandan keyin boshqa kuchlarni taqib o'tdi bir şekilde.
Yok balki koymaydı dep. o'tish armiyaga qo'shuvli shaklda bo'lishi mumkin yoki qurolsizlantirib puhra qilib o'tish shaklda bo'lsin. Shu shaklda bo'ladi deganni o'ttirib qo'ygan. Buni tahlil qilgan. Hatta ular o'zimi necha burun yig'ilib shundoq va'dalarni berishgan. Oxirida bu kun keldi. Endi bundan keyin Suriyada Turkiston partiyasi degan gap bo'lmaydi. Albatta u yerda jamoat inson omili bor, ular saqlanib qoldi o insonlar. Ammo tashkiliy kimlik tugadi degan gap. Ularning askarlari Suriya davlat armiyasining askariga aylandi. Qo'mondonlarga demisimi bir qancha harbiy unvonlarni berib, allaqachon davlat mudofaa ministrligiga bog'lab bo'ldi. Unda qo'ygandan keyin endi bundan keyin Afg'onistondagi model Suriyadami amalga oshib, meningcha shaxsan qarshim biz Suriyadagi Uyg'urlarningki qurolliq harakatlarini tashkiliy kimlik bilan ilib borgan faoliyatlarini menchi ko'rmaymiz. Balki Xitoy bilan bo'lgan yangi hukumatning savdo iqtisod munosabatlari o'rnatilishga ergishib, ular texmo jimiq turildi. Endi buni burunmi deb o'tgan to'qindi azoblik. Lekin bizni jiq bir xil boshqalarning xo'shallik, o'zimizning millatning xo'shalligidan xo'shallanmaydi ekansizlar deb jiq o'ylab qolgandim bo'lganda endi haqiqat yanlam ochiq. Shu bu yerda hissiyotning keyini kirib va bizning mujohidlar Suriyadagi armiyaga aylandi, burun tashkilot bo'lgan bo'lsak, endi davlat bo'ldik deb quruq gap solsak, albatta biz sota olamiz. Ammo u davlat bizning davlatimiz emas. Iniq. U arablarning davlati, Suriyaliklarning davlati. U davlatningki u yerda bir qo'shiladigan narsa shu hamda. Shularningki mayli Eteşe jangda g'alaba qilan Asad tarafidan qirilib ketgan bo'lsa, u bir ichinishli hodisa bo'lgan bo'ladi. To'g'ri. Bu xil ahvoldan chiqmaganligidan biz xo'sh. Ikkinchisi endi Eteş hokimiyatni oldi, endi ular shu yerda Xitoyga qaytarilmay, Xitoyning besimi bilan bek alaqa bostirilmay, biz Suriyada normal shaklda yaxshi kun kechiralisa, shu yerda Uyg'urlar to'kkan qon badaliga bir imtiyozga, huquqqa, mol dunyoga, turmushga erishalisa, yana biz shuningdan xo'sh. Ammo uningdan halqagan holatda ortiq narsalarni tasavvur qilish, ortiq narsalarni o'ylash yoki ortiq narsalarni kutish bu amaliyotga uyg'un emas. Mantiqiga uyg'un emas, dunyoning real siyosiy vaziyatiga uyg'un emas. Shunga uyg'un bo'lmagan narsalarni xiyol qilib, o'zimizni xo'sh qilganning foydasi yo'q. Chunki biz bunda quruq orzularning keynidan chepib, jefjan tatib ketdik. Afg'onistonda Taliban g'alaba qilsa, Amerikani qo'g'lab chiqarsa, xilofatni qursa, bizga yordam beramiki? Ya qurdi. Nima bo'ldi? Uyg'urlarningki ovozi jimib ketdi. Suriyada Asadni ag'dirib bo'lsak, shuning bilan navbat kelamiki? Ag'dirildi. Keldimi? Kelmadi. O'xshash gap. O Falastinda Falastinliklar davlatini qursa-mu, yana biz bilan aloqasi yo'q bu ishlarning. Chunki u bizning davlatimiz emas. Haqanda davlat yangi qurilgan chaqda buningki qurg'uvchilarininki beshidagi yuk qurilishdan burunqidan bakrak ig'irlaydi. Telefon kelib qoldi. Shunga ularninki taxi yo'qotadigan narsasi yo'q chaqda va'dalarni, qasamlarni bergan bilan yo'qotadigan narsa bo'lgan chaqda u chaqda taximi ching esildigan gap. Masalan, hozir Talibanninki yo'qotadigan narsa bormi? Bor, davlat bor, hokimiyat bor. Endi uni saqlash uchun qanday narsani qurbon qilamiz, qiladi. Eteşninki hozir yo'qotadigan narsa bormi? Bor. U bo'lsa davlat, hokimiyat.
huquqni saqlash uchun hamda huquqni elish uchun qanchalik qon to'kkan bo'lsa, insonlar huquqni saqlash uchun undan ortiqini to'kidi. Undaq emasmi ya? To'g'ri. Mantiqliq. Chunki yo'q narsaninki orzusi uchun to'laydigan badalga qaraganda bor narsani qo'g'dash uchun to'laydigan badal texmi aqlga uyg'un emasmi? Texmi kuchli bo'ldi. Shunga bu yerda quruq orzuga, xiyolga o'rin yo'q. Ya'ni Türkistan İslam Partisi Afganistan'daki merkezi Afganistan'da deyildi. Ular Bayok'un onu da Suriye'deki şöbede qarlıqda asası küşürdü ama bular hem de buradaki teşkil kimlikini yok attı. Başka bir teşkil kimlikte oturuğu çıkandı, başka bir yerden baş götürendi, ya ki onu bilmeyimiz. O tarih onu vakit gösterdi. Ama növbətdəki təşkil kimligi tügüdendi. Andaq bolsa, yanılam qeyrindaşlarımızga xeyirlik bo'lishini tilaymiz. Qandaq bo'lib ketsin. Bizning qeyrindaşlarımız hamda. Undaqda hamda yana bir keyingi savolga o'tib ketaylik. Yana G'azzaning hozirgi vaziyati. Oldin qapti biz programmada urush to'xtatish kelishimlarini tuzganligini to'g'riliq tahlil qilib bo'lgandik. Hem de nimedikiler mahapte nimqa vaqtda mesela İsrailiyaninki nime g'arbi Şeriani bombardıman qilganligi to'g'ri xabarlarni ko'rdim. Onundan belek mesela nimeninki shu G'azzadagi ba'zi xalqlarninki bir qismini yutkash, boshqa davlatlarga o'rlashtirish degandek. Bo'lyotdi. Hozirgi vaziyat qalaqtar bir o'zingizning tahlilleri biroq tushuntirib o'tgash, o'zingizning ko'z qarashini deb beramiz. Shu G'azzada Trump taxtga chiqishdan 2 kun burun, yana o'tgan oyning 20-lardan burun 18-lardan urush to'xtatish e'lon qilinib, qaysi taraf asir almashtirishni boshida hozirgacha asirlar almashtirilyapti. Yine Gazze bilen İsrail ortasındaki to'qinish to'xtag'liq. Endi g'arbiy qirg'oqdagi rayonlardagi bombardiman yoki u yerdagi to'qinishga kelsak, bu davomlashyapti. U burunma davomlashyapti. U yerdagi vaziyat murakkab. Bir tarafdan İsrailiya bilen u yerdagi Hamas bo'lsin yoki boshqa qurolli kuchlar o'rtasida to'qinish bor. Bundan boshqa Falastin hukumati bilan Falastinninki Abbas hükümeti bilen mi xalq o'rtasida yana to'qinish bor. Chunki Abbas hükümeti İsrailiya bilan hamkorlashib harakat qiladi. Bununla bo'ysunmagan kishilarni ham İsrailiya bostirdi, ham Abbas hükümeti o'zini bostirdi. Huquqni saqlab qolish uchun. To'g'ri. Shu o yana masalasi ashtaq bir murakkab masala. Endi biz G'azzani asos qilib so'zlasak, G'azzada urush to'xtatish davom qilyapti. 6 haftalik urush to'xtatishniki taxminan 3 haftasi tugaydi dedi, shundaq-ku. To'g'ri. Yani 3 haftadan keyin nima ishlar bo'ldi bilmaymiz. Ammo Trump bir teklif sundu. Bu teklifni Misr bilan Iordaniyaga sundu. G'azzadagi o'chaqsiz qolgan insonlarni sizlar olib tursanglar, biz G'azzani qayta qurib, undan keyin ularni yerlashtirsak dedi. Bu teklifga Misr keskin qarshi, Iordaniya ham keskin qarshi. Ama Trump yanılam bunundan vazgeçkin yok. Trump yana ular qabul qiladi. Men qayta so'zlashimga da'vat qildi. Hamda agar bu teklif amalga oshib qolsa, Falastinliklar o'lchaqlab ketishni xohlamdi, bu bir masala. Menimcha normal shartlarda xohlamaydi, ammo faqat amal bo'lmasa yashash uchun jon tatliq ketib qolganlar chiqishi mumkin. To'g'ri. Hamda nima uchun Falastinliklar xohlamaydi, Misrliklar, Iordaniyaliklar nima uchun qabul qilmaydi desak, Trumpga qanchalik oydin bu masala uni bilmayman. Ammo Arablarga bu masala shu qadar oydinki, G'azzaliklar G'azzadan ayrilsa qaytib kelmaydi.
Doğru. Çünkü İsrail'e Gazze'den çıkışga yol koydu, kirişke yol koymaydı. Bu Palestinliklarninki açık tarihi, hakikat, kısmetleri bilen ispatlangan bir narsa. Çünkü Palestinlikler 48'den tartib hozirgacha Palestindan chiqdi kiremedi. Bir qatim chiqdi kiremedi. Onda ise biz mi chiqdik kiremedik qo'yamdi. Doğru. Ha. Biz mi qachon kiramiz bilmaymiz. Ama ular yüz minglab chiqdi kiremedi. İordaniyanın o'zida hozir 2 milyon Palestinlik var. 60 nechidagi urushdan qochib chiqqan. Shu chiqqancha kiremay ularninki uy vaqtlaridan hammani Isroilga tortib. Hatta 70 yaşlık, 80 yaşlık bovaylarning, mo'maylarninki uyning ochquchini tutib yig'ilgan videolarini ko'rganman, rasmlarini. Bu mening uyamning ochquchi ayni vaqtda uydan qochgan vaqtda qolib qolgan debchi. Ammo u o'ylar yo'q hozir yiqib hammani Isroilga o'tiroq rayon qilib, ba'zisini turalg'uy uy, ba'zisini teralg'uy yer qilib ishiltib bo'laqliq. U xalq bosimi u yerda uyi yo'q, ham borolmaydi. Çünkü İsrailiyəge lazımı zemin, xalq emas. Eğer Gazze'nin nüfusu 2,5 milyon olmasa, İsrailiye o Gazze'ne koymaydı o şekilde. Hamas mümkün emas, onu taqabül turamaydı. O Hamas'ını İsrailiye bilen uruşquzarlıgan, Hamas'ını İsrailiye'ye karşı uruşta şunca uzun berdaşlık belgözerlegen narsa, emniyette Hamas'ın kahramanlığı, batırlığı degandek o hikayeler emas. Elbette o kahramanlık, o hikayelerimi hem de rol oynaydı. İsraili askerlerimi kokap bir vasıta besip kiremeydi odul. Hem de can tatlak. Lekin Gazze halkı aldığı çıkıp qoğdap vermese Hamas'ını. Hamas halkının kendini yuşurunu bilip İsrailiye bilen uğuşmasa mümkün emas o İsrailiye bilen onda uzun uğuşunu davamlaştıralı şey. 50 ming odam o'lish badaliga ondan keyin Hamas mavjudligini saqladi. Jinoyat o'tkazgan albatta Isroiliya, ammo Hamasni himoya qilgani xalqi. Isroiliyani oxirida mag'lub qilganimi yoki mag'lub bo'ldi deyilsa hamda-chu. Shu G'azzadagi xalqning hayoti hamda. 50 ming adam öldü, dünyada irqiy qirg'inchi, qotil deb ataldi, dunyoning hamma yeridan qarshilik ushtirdi. Yanımı ilgirlab bunu davamlashtirishga amalsiz qoldi. Agar G'azzada shu 2 milyon xalq bo'lmasa, yoki u xalq qochsa, u Hamas bilan tenglamaydi ki. Unisi G'azzani ishg'ol qilish Isroiliya uchun cho'ng masala emas. G'azzani 2004 yılı deyman, 2006 yılı İsrailiya o'z oldiga tashlab chiqib ketgan. Asli G'azzani to'liq kontrol qilib bo'lgan Isroiliyachi, ammo tashlab chiqib ketdi. Nima chiqib ketdi? O'xshash masala. U xalqni kontrol qilib boshqarib bo'lolmaydi. İsrailiya Xitoydek cho'ng davlat emas. Biz Uyg'urlarni chechib, ishqorlashtirib, lagerlarga solab, uni buni qilib yig'ishtirayotgandek yig'ishtirolmaydi. İsrailiya o'zi 7 milyonlik, 8 milyonlik bir davlat. U davlatning o'zida 2,5 milyondek arab bor. Endi G'azzada 2,5 milyon inson bor. Bu insonni qas suvning ichiga 5 milyon bo'ladi. G'arbaqroq turib tursinda 5 milyon bo'ldi. 5 milyon bo'lsa Yahudiylardan o'chaqda qanday bo'ladi? Eshib ketadi bu. İsrail demokratik bir davlat, bir saylam qildimi, arablar hokimiyatni oldi o'chaqda-chu. Doğru. Shuning bilan o'chaqda İsrailiya Hamasninki yoki Fatahninki quroli bilan emas, arab xalqining, musulmon xalqininki saylam bilti bilan tugaydi. Shuning uchun İsrailiya u yerdagi nupusqa o'ch. Uni İsrailiya assimilyatsiya qilishga kuch yetmaydi. Uni o'ltiribmi tugatolmaydi. Shunga İsrailiya uchun eng oqidig'ini ularni ko'chirib o'tish.
Bunu İsrailiyedeki radikal oңçular yıllardan bu yana dep keldik. Bu Palestinliklarni bir Arab devleti alsın, bizning qarindosh bo'lgandan keyin olsin deydi. 28 Arab devleti var, biz bir yalnız bir İsrail'e Yahudi devleti bulmasın mı hem de. Aşağıda değil onun tikisi şu anda çok. Doğru. Yerimini Mısır alsın, yerimini Saudi Arabistan alsın, işçimek ağırıp ketken bolsa Erdoğan hep ketsin. Aşağıda gepler yani İsrail medyalarda tonlulab var. Bu şekilde. Şunun için hem de bunu nait yaxşı bilgen Mısır olsun ya ki İrdaniye olsun şu buna karşı çıktı. Ama bula yanılan Hamas'ın ensireydiganligini Gazze'den musafirlar çıkışı bilan birge terrorchilarninki birlik chiqadiganligini shu tufaylidan o'zining davlatining ichki urushga kirib qoldiganligini bahona ko'rsatyapti. Yani ularning nazarida, Iordaniyaning nazarida yanılan Hamas terrorchi tashkilot. Mısırning nazarida shu, Iordaniya nazarida shu. Şu Amerikaga yana men Mavlani olmayman diyenmey. O anı bahana ko'rsatayotgan gap. Bular chiqsa bizning muqimligimizga ta'sir yetkazadi. Ammo ishning tagida butun mutaxassislar bildi, rayondagi xalq bildi, Palestinliklar o'zimi biladi-ki, ishning tagida shu bor. Amerikaningki, İsrailiyaninki sizlar chiqib turinglar, biz zaminga binolarni sapulab, andan keyin kilib sizlarni o'ltirg'izimiz degan gapiga ishonmaydi. Bunga ishonch yo'q. Bunun tarihi vakitleri var. Şuna hem de Trump'nınki teklifinin rad kılışki sebep şu. Ama Arap devletlerininki hükümranları yenilen üzerindeki siyasi iktisadi menfaatini asas orun koydu. Palestin olayı için fakat bir ammevi münasebet, halk rayını kolu keltirtkan bir mesele. Şuna Palestin meselesi ulanınki hayati meselesi buluştan çıkan 1970'ten keyin belkim şu en ahirki Arap-İsrail uruşudan keyin bence Palestin meselesi Arap devletlerininki resmi milli meselesi buluştan çıktı. Bu Palestinliklerin meselesi aylandı. Gerçi onunki dini kısmı, milli kısmı boğaçkı, şunlar kaysı devletler, halklar onu istaşlık kılgaçkan. Şuna bu hükümranlar onun köngül bilişki mecbur. Ama ahirki hesapta bu ularınki hiç kim meselesi emez. Hatta Muhammed bin Salman'ınki bir Avrupa, Amerika'nın qo'lida mediaga degan vaqtda qilgan so'zi bunun en canlı ispatı. Muhammed ibn Salman nima dedi? Meningki asli bu Hamas bilan Falastinliklar bilan ishim yo'q. Men uchun ular o'lamdi, tirlamdi, nima ish qilsa chatqim yo'q. Lekin xalqim shularga ko'ngil bilib turadi. Shuni menmo endi buningga ko'ngil bilishga majbur dedi. Menchi to'g'ri gap qildi, rost gap qildi. To'g'ri deganim endi rost gap qildi. Ular nazarida shu. Bundaq bo'lgandan keyin endi yana tarixdagi tragediya takrorlanadi. Uni bilmayman. Balkim bir şekilde G'azaliklarni qistab qiynab turmush besimi tufaylidan yoki mol dunyoga qiziqtirib Falastinliklarni nimaga Ironiyaga yoki Misrga urlashtirishi orqadan qaytib kelib qo'ymay bu rayonni to'liq Isroilga ishg'ol qilishi mumkin. Ammo G'azaliklarniki buni qanday pozitsiya tutishi muhim. Ham Trump'ninki Misr va Iordaniyaga qanday va'da berishi va qanday tahdid selishi bunga munosabatli bir masala. Qanchalik ishlaydi buni bilmaymiz. Shuni kuzatamiz, ahvol shu. Amsa bunga mushunchalik to'xtalsak, keyingi savolga o'tib ketsak. Ondan keyin to'g'riliq bir savol qo'yilibdi. Bu urushda Hamasning keyinda Xitoyning harbiy yordami bormi debdi. Menimcha Hamasning keyinda Xitoyning harbiy yordami kuchli emas. Hamasning keyinda Xitoyning iqtisodiy yordami, siyosiy yordami bor deb qarayman.
Hərbiy cəhətdən yardım degəndə həm də məsələn şunu məqsəd qılğan bolsanlar, məsələn hərbiy təcrübə, əskər tərbiyələş, məsələn istihbarat adamlarını əvətib əskər tərbiyələş məsələn çox hərbiy təcrübə degəngə oxşaş yumşaq kuchlar orqali Hamasni qo'llash bormi desa, menimcha bor. Məsələn Hamasniki shu Akup urushlaridami Xitoy kommunistlarniki Akup urushini o'rnak olgan nurg'un materiallar bor, hujjatlar. Lekin shu Hamasniki a'zolariniki yoki Falastindagi qarshilik harakatlariniki shu Mavzudoniki shu partizanlik urush haqidagi taktikalarni nima qilib material qilib darslik qilib o'rganganligi haqida materiallar bor. Albatta harbiy strategiya nuqtasidan buning bir nimasi yo'q. Ya'ni har kimdan o'rgansa bo'ladi. Bu shaklda ammo Hamasningki ishlatayotgan qurollari yoki jihatlardan yoki aloqalash qurollari jihatdan menimcha Xitoyniki bir cho'ng yordamiga erishgan deb o'ylamayman. Asosliqi Hamasga keladigan yerdan İrandan keladi deb qaralyotidi. Ammo Hamasninki hamda Xitoyninki siyosiy qo'llashga erishadiganligi aniq. Bu hech kimga sir emas. Hatto shu oldingi yilninki 5-oylarda deyman, Falastindagi 10 necha ixtiloflashayotgan tashkilotlarni Beyjingga chaqirib, Xitoy yarashtirdi. Bularni birlashtirdi. Dunyoga shu bir o'zininki Falastindagilarni yarashtirganligini jakoladi. Demak, bularninki Xitoyniki iqtisodiy, siyosiy yordamga erishayotganligida hech shak yo'q. Ammo harbiy jihatdan olib aytganda balkim jang san'ati, mahorat degandek narsalarga erishayotgan bo'lsa kerak. Ammo yuqoridagi qurol jihatdan men Hamasninki Xitoyning cho'ng bir yordamga erishganligini faraz qilmayman. Chunki Hamasninki Isroilga qarshi ishlatayotgan qurollarininki sifatini biz bilamiz. Asosliqi Hamas ishlatadigan qurollar o'zi yasagan yerlik tipdagi raketalar. Buni ko'pincha Iranning deb qaralyotidi. Chunki ishlatgan qurol agar Xitoyning bo'lsa, ya'ni Xitoy o'zi ishlab chiqargan, Xitoyning davlat qurollari bo'lib qolsa, buni harbiy mutaxassislar tez bayqoladi. Bayqab bu ishlatgan qurol Xitoyning quroli, demak bu qurol mayli Xitoy bevosita bo'lsin yoki vositalik boshqa bir davlat orqali kelgan bo'lsin, Xitoydan kelgan deb degan xabarlar chiqib bo'lgan bo'ladi bu chaqgacha. Ammo Hamasning ishlatgan qurollaridan unchalar biz bir Xitoyning izini ko'mdik hozirgacha. Undaqda harbiy saplamalar bo'lishi mumkinmi? Mumkin, ammo uning bevosita kelgan yoki vositalik kelgan bo'lishini bilmaymiz. Chunki Hamasni asosiy qo'llayotgan kuch Iran. İranmı yana axirgi hisobda Xitoy bilan yaqin hamkorlik qilgan bir davlat. Shunga Iran orqali kelsa, uni yana Xitoyga yardım deb tushunsak mi, İranning yordami deb tushunsak mi bo'ldi u chog'da. Endi bunga mushchik to'xtalayli. Vaqtni birga berib qoldi. Eng oxirgi savolni so'rab programmamizni oyoqlashtiraylik. Endi mush yaqindan yoqqa depsak, ya'ni sunniy aqlga tajribalik chiqib ketib bordi. Depsakni ishlatib vaqtimizni bilmayman. İşletmede bunu çünkü benim ayrım başka telefonum yok. Normal telefonumga ya kompüterimga tushirishdan ensirdim bunun bir xatarlik meselesi chiqmasin deb. To'g'ri. Endi qarab baxtim depsakninki torlarda boshqalar ishlatib chiqarib qo'yibdi ekan. ChatGPT'de normalda bularniki ikkisining farqi hamda ChatGPT'ninki haqsiz qismi bor, haqliqqa biroz yaxshi ishlaydi. Ammo depsakninki haqsiz ekan. Yana bir yaxshi yeri nima desa, masalan bir appni bir tal deymiz, uygulamani o'qishni yasay oladi ekan, o'zi o'yin yasay oladi ekan. Kodlandirib egilib hamma narsani tanishib bir masalan bir tal nimani ishlatayotgan uygulamani o'xshash bir shaklda o'xshatib yasay oladigan bir nimasi bor ekan. Lekin o'yinni yasaganini ko'rdim. Aning keyin
Yana bir yeri biraz nimedek gördüm fikirde biraz nime erkinlik yok deganlam. Bir yerlerden nim tutturdu. Hem de borsani Amerika'nınki nimisini payçek bazarına biraz astı üstün kıvvetli. Hem de bununki özünüzün bir göz karışını şunun karta bir dep beremsiz. Buldum. Ben bu şu dikkat kıldım bununla. Endi bunga dikkat kılmayma amal yok çünkü dünyada şapon süren çıkıverdi. Amerika'nınki texnologiya şirketlerine qalaymagan qılıverdi, astın üstün qılıverdi. Ama Xitoyniki bu sun'iy aqldagi taraqqiyotiga men burunlam diqqat qilib kelgan. Shunga bu DeepSeek'ninki e'lon qilinishi meni bek qoldimi demdi. Yani men bu hamda boshqalarninki nimasiga qarab turib, qizg'inligiga yoki hang-tang qilishiga qarab turib, men bu Xitoy bu darajaga yetibdi deb o'yladim, ammo men 2019-18'larda magistrlik maqolamni yozayotgan mezgildalam meningki maqolamning bir bölümü sun'iy aqlga oiddi. Xitoyniki xalqaro raqobat strategiyasi degan cho'ng mavzuning ostida AI texnikasi deydi. Ya'ni sun'iy aql texnikasi bordi buning ichida. Men shu vaqtda Xitoyniki bu sohada Amerikaniki asosan keyindan yetib bo'lganligini, hatto Amerikaga ba'zi sohada jang e'lon qilgudek, Amerikaning oldiga chiqgudek holga kap qolganligini his qilgan. Hatta şu 2019-18'lerde Amerika'daki mutaxassislar, Amerika'nın bazı siyasi ciddi agahlandırı signali çıkarıvatkan Amerika hükümetiga. Eğer bu şekilde terakki kılsa Xitoy Amerika'nın besip düşüdü, Amerika keyinde kaldı depço. Doğru. Amerika bu cihette üzünü oңşu olib, ötken 4-5 yılın içinde hükümetinin zor qo'llashi bilan hem Elon Musk o'xshash shaxsiy korxonchilarniki zo'r mablag' solishi bilan bu sohada mutlaq ustunligini nisbiy mutlaq desak bo'lmaydi. Nisbiy ustunligini saqlab keldi. Yoki yine bu raqobatlashayotgan taraflardan bir taraf bo'lish sifatida yuqori natijelik mahsulotlarni shaq ishlab chiqarib, mayli masalan ChatGPT bo'lsin yoki Claude bo'lsin masalanchu DeepL degandek boshqa har xil shu sun'iy aqlga munosabatlik mahsulotlarni ishlab chiqarib, bozorga solib, o'z qudratini zeta namoyon qildi. Endi Xitoy bu jihatda mahsulot ishlab chiqarib qilishda biroz keyin qoldi. Ammo texnologiya jihatdan, tadqiqot jihatdan Xitoy bundan 5-10 yil burun bu sohada hali yıldız tatib bo'lgan. Men maqola yozish jarayonida, material ko'rish jarayonida buni his qilgan. Endi bu qatim DeepSeek'ning e'lon qilinishi bu Xitoyniki bu natijasiniki yoki izlanishlarninki bir xil muayyanlashtirilishi bo'lgan bo'ldi-da bir hisobda. O'ttirib chiqqan bo'ldi. Çünkü necha yil o'rganib, andan keyin inson bir kitob yozibdi yoki bir o'qish tarbiyalaydi emasmi? Doğru. Shunga o'xshash bu bir natija hisoblangan bo'ldi. Ammo buni texmo ko'zga ko'rinarli qilayotgan narsa nima desa, buningki Amerika'nınki texnologiya şirketleriga bergan zarbisi oldu. Yani ChatGPT mi bir xil mahsulot, Claude AI mi bir xil mahsulot, hem de DeepSeek mi bir xil mahsulot. Sun'iy aqlning mahsullari. Hem de nima uchun bu DeepSeek'ninki ishlab chiqarilishi, o'ttirib qo'yilishi, nimada bunchalar ta'sir qo'zg'aydi desam, bu yerdagi asosli omil bu DeepSeek'ninki biri Tenerkinin azam buluşu, yani dilayotgandek bo'lsa 6 milyon dollarga tutgan. Ama bu xil narsalarni tutish uchun boshqa shirkatlar, Amerika shirkatlari 500 milyar degandek cho'ng sonlarning gapini qilyotdi. Yillardan buyon qilyotdi yoki cho'mdi. To'g'ri. Shunga bu cho'ng bir zarba oldu. Shu texnologiya shirkatlarininki paychiga tushib ketdi. Chunki 6 milyon pulusu var da bundak narsalarni yasaya alsa uçakda 500 milyar yoki 500 milyon sağlıkçılarınki to'qi siqiraydi. Undaq emasmi ya?
To'g'ri. Sen 500 milyar, 500 milyon meblag selip bir nesini keşif kılışqa tutuş kılsa, ama okşaş nesini yoki şunundan cek farklanmaydigan nesini birov akilip 5 milyon, 6 milyon yasab bozorga soldi. Qolgan pulun hammasi parg'ayinib ketdi degan gap. Hem Şunun seni bilan onun için yasaydı. ha, şunun bilan Amerika'nınki pay bozorida taxman xabarlar qo'yganda 1 trillion atrofida ziyon bo'lgan. Yani Xitoy mushu bir mahsulotni ishlab chiqarish bilan Amerikaga 1 trillion ziyon soldi degan gap. Trumpningki hokimiyatga o'tirishiga ulgurib bergan so'g'idamdoq Ha. Xitoyni jazolayman, Xitoyni jazolayman deyotgan Trumpga bergan bir zarba hamdichu, bir so'g'at. Bu tarafi buni texnologik ko'zga ko'rinarlik alg'a elib keldida. Endi bu yerda bunun texnikalik qismi bizning ishimiz emas. Uchun sun'iy aqlning qanday ishlaydiganligi yoki sun'iy aql sohasiga raqobat u narsa bizning ishimiz emas. Bizning asosli qildig'imiz uning siyosiy va iqtisodiy ta'siri haqidagi muloyiza. To'g'ri. Endi buningki iqtisodiy jihatdan olib aytganda boy deb o'tgandek arzon baholiq bo'lishi, yana biri uch kodliq bo'lishi. Yani başka şirketler hiç olmaganda uningki ba'zi maxfiyatligini saqlaydi, kodlarni yushirdi, sonliq ma'lumotlarni yushirdi. Ammo DeepSeek bo'lsa qanday qildi ekan? 3 kodliq. Ya'ni buni masalan misol olaylik, Turkiyaga o'xshash taraqqiy qilayotgan davlatningki IT sohasidagi bollari, tadqiqotchilari DeepSeekning sonliq ma'lumotlarini elib, o'zi yana xohlagan bir narsa yoza oladi degan gap. Boshqa bir narsaga ishlatiladi degan gap. Masalan-chi onu terakki kıldırıp kengaytib. O yerda patent huquqi meselesi yok degan gap. Yani bu Amerika'nınki şirketlerge elib kelgan g'oyat zo'r ziyon hamdi bu yerda. Chunki texnologiya monopolligi, sonliq ma'lumot monopolligini tugatdi degan gap. Raqobatning aslida yaxshi tarafi mana bu shu. Albatta Xitoyning taraqqiy qilishi, kuchlanishi biz uchun yaxshi emas-da. Lekin umuman qilib aytganda raqobatning yaxshi tarafi. Biri yana birininki maxfiyatligini oshkorlab o'tadi. Bununla ondan başkalar faydalandı. Bu iqtisodiy qismi. Endi siyosiy qismiga kelsak, Xitoyninki bu AI texnikasida ustunlikni egilishi Amerikanınki yer shari o'rniga nisbatan xiris. Mayli sonliq ma'lumot to'plash jihatdan bo'lsin, mayli insonlarninki fikrini, iddisini o'zgartirish jihatdan bo'lsin. Oddiy misol olsak, hozir masalan DeepSeek Uyg'urlarga ait uçurlarga kelganda yoki Tayvanga ait demokratiyaga ait uçurlarga kelganda hammani nima qiladi? Javob bermaydi. Xi Jinping'ninki bir siyeraq bir iyiqning qo'nchiqindek o'xshatadi-ku. Ovozim kelyapti-da. Kelyapti almashtirib, ammo inkas qilib qoldim. Bir siyeriq iyiqning bir qo'nchiqi bor, nayt Xi Jinpingga o'xshatadi o'qigan. Hatto shuni so'ragan vaqtdami, nimishqa buni nimada Xitoyda cheklandi yoki yaxshi ko'rilmaydi degan vaqtda bilmayman deb javob berib turibdi-ku. Uyg'urlar to'g'risidagi so'rgan savollarga boshda to'g'ri javob berib, keyin buni qaytargan. Endi bu yerda hozir shu nima gaplar chiqyapti-ku? Bu DeepSeek sonliq ma'lumotlarni nimadan OpenAI, ChatGPT'dan yoki boshqa Google buni o'g'irlagan debchi. Shunga bu sotlarga arz qildiganligining gaplari chiqyapti-ku. Shunday bo'lishi mumkin. Endi Xitoy qaysi nimasini o'g'irlamadi Amerikaniki, Yevropaninki hozirgacha? Amerika'da nemi çıksa, dünyada nemi çıksa, Xitoyda onunki taklidi nusxasi allaqachon chaqmoq tezligida chiqib bo'ladi. Shundaq-ku. To'g'ri. Shunga OpenAI yoki boshqa shirkatlar necha yuz milliard mablag' solib ishlagan narsani DeepSeekning 6 millionga ishlagan bo'lishi, agar to'g'ri bo'lsa, shu sonliq ma'lumot u uning kuchayganligiga nisbatan tayyor bir narsani kuchirib ishlagandan keyin uning tanab azon bo'ladi.
Doğru. Ama o san yalgan bolsa, biz bilmeymiz. Mümkün emas da'vatqanlar bar. Unda qolsa Xitoy davlatidan mablag' olgan bo'ladi. Xitoyda bu xil texnikalarga davlat mablag' berib qildigan bo'lg'achqa ba'zi sohalarda Amerikaniki oldiga chiqib ketgan yoki Amerikani asratgan taraflar shu. Chunki Amerika xususiy shirkatlar ishlab qo'ygan bo'lg'achqa kapitalist davlat bo'lganligi uchun ba'zi sohalar foyda epkamiganligi sababidan tashlanib qoldi. Ammo Xitoy buni davlat mablag'i bilan qilgan bo'lg'achqa u chog'da Amerikaniki erkin bozordagi korxonalari bu raqobatga bardoshlik berolmaydi. Doğru. Shunga masalan Biden hukumatini qilgan buni Trumpma hozir necha yuz milliard mablag' ajratib ma'lum sohalarni qo'lga da'vatganligi buning isboti. Ya'ni Amerikami erkin bozor kapitalizm deb tashlab qo'ysa, ba'zi davlat bexatarlik manfaatiga munosabatli yadrolik texnikalarni Xitoyga uqtirib o'tadi. Shunga planliq egilikninki shundoq bir o'zal tarafi bor. Umumiy jihatni aytganda planliq egilik erkin bozor egiligiga teng kelmaydi. Bu tarixda isbotlangan narsa. Ya'ni kapitalizm sotsializmning ustidan g'olib kelganlik har vaqt. Ammo ma'lum sohaga davlat nuqtaliq mablag' solgan vaqtda shu sohada kapitalizmni yengib o'tadi. Masalan, Sovet ittifoqimi 30-yillarda ma'lum sohalarda Amerikani besib tushgan. Shuningga o'xshash Xitoymi ma'lum sohaga davlat mablag'ini solsa, u chog'da u sohada boshqalarni yengadi. Bu model nuqul Xitoyga o'xshash sotsialistik davlat emas, hatto Yaponiya, Koreya, Tayvanga o'xshash demokratik ammo davlat bozorni yoki ishlab chiqarishni ma'lum darajada kontrol qiladigan yoki davlat ishlab chiqarishga yetakchilik qiladigan davlatlar uchunmi kuchga ega. Ya'ni Koreya, Yaponiya, Tayvan qatorliq davlatlarning kapitalizmi Amerikaning, Yevropaning kapitalizmiga o'xshamaydi. Ya'ni tamoman shaxslarga tashlab berilgan kapitalizm emas. Davlat ma'lum sohalarni bir qo'lliq yulaydi, planlaydi, yetishtirdi. Shunga hamda Amerika bu jihatda davlat mablag'i bilan qo'llashni boshladi. Agar shunday qilmasa, Xitoyniki keyin qoldi ba'zi sohalarda. Shu qadimgi dipsikninki yoki shu xildagi sun'iy aql yoki aloqalash texnologiyasi, olam qatnashi bu jihatlarda Xitoyniki salayotgan mablag'i g'oyat zo'r. Bu yig'ib aytganda hamda bir texnika raqobati. Bu raqobatda Xitoyniki eng chong raqibi Amerika. Amerikaning eng chong raqibi hozir Xitoy bo'lib qoldi. Bu jihatdan Yevropadan jiq bir narsa chiqmayotdi. Diqqat qilgan bo'lsak, yaqinqi yillarda Yevropada jiq bir yangi narsa yo'q. Doğru. Yevropaningki sistemasimi bag'ansiri nima qilyotdi? O'z ehtiyojini o'zi qamdayolmayotdi. Farovon davlat, sotsial davlat nimasi? Ya'ni insonlarningki baxtli yashashi, insoniy yashash jihatdan yaxshi, to'g'ri. Ammo texnika raqobati va dunyoviy kuch talashishda ishlaydigandek emas. Başqa qo'shib qo'ydigan yerlaringiz bormi? Yo'q. Undaqda bugun bu haftalik suhbatimizni müşahede ayaqlashtiraylik. Hozirgacha bizni anlab shu nimadan chiqib ketmay biz qarab o'tirib paginlar ko'pdan Agar ko'p bu rahmat. shu texnika munosabatlik, ixtilof munosabatlik nimalarni bizlar qilgan bo'lsak, maxsus mutaxassis bolalarni taklif qilib, bu sohada meniki do'stlarim bor, tanishtirim. Shularni elib borsak bo'ldi. Endi buningga bo'lmasa biz siyosiy iqtisodiy qismini tahlil qilgan bilan uning texnikalik yoki boshqa ilmiy qismiga kelgan chog'da gap qilsak, to'g'ri gap qilgan bo'lamiz endi. U sohaningki odam emas. To'g'ri.
Bence mushu dipsek bilan neminingki ChatGPT'ninkini yoki texnik qaloqdir kod yoki bir narsalarni ayrim bir program qilsak ham yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Chunki mushuni bildigan bolalar bo'lgandikan atrofimizda. Buni qilsak bo'ldi. Mana Uyg'uristondagi bolalar Mhm. diqqat qilyapti buni, bu xil texnikalik ishlarni. To'g'ri. Bolalarni taklif qilsak bo'ldi yoki shu bolalar tavsiya qilsak, shu bolalar o'ziniki kanalda qilsin bo'ldi. To'g'ri, to'g'ri. Nima qilaylik biz ahvol qarab o'rlashtiramiz. To'g'ri. Mencha ashlar o'zining kanalida qism texmi yaxshi, chunki biz siyosiy nuqtadan qarab turgandikan, ala o'zining texnikalik kod qismlarini qarab o'zining nimasi qilsa, texmi o'zini yaxshiroq tonutgandek bir ahvoldan biz ara kirib olgandek bo'lmaymiz hisobda. Sahodin chetmigan bo'lamiz. Bizni ko'rib berganlarga hozirgacha o'tirib, bizga qarab o'tirib berganlarga ko'pdan ko'p rahmat. Agar programmamiz haqiqatan sizlarga yaragan bo'lsa, do'stlaringlarga tavsiya qilib qo'yishingizni tuvanchilik bilan so'raymiz. Kendi kamchiliklarimiz bo'lsa, apo qilishinglarni so'raymiz. Ko'pdan ko'p rahmat. Kelar gapni ko'rishgacha omon bo'linglar. Allohga omonat. Allohga omonat.